Assalomu alaykum. Hozir Quizbotda, ya'ni Telegramda Quizbotda rasmli test tuzishni o'rganamiz birgalikda. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Birgalikda o'rganamiz. Qani ketdik. Quizbotda hozir turibman, mana. Menyuni bosamiz. New quizni bosamiz. Birinchi qatordagini. Ya'ni test sarlavhasini kiriting deyapti. Misol uchun algebra deb yozamiz. Yozdik. Endi menga tavsif kiriting deyapti. Tavsif kirgamas. Bosamiz. Endi savol tuzing deyapti. Endi shu joyga kelganda rasmli test bo'lsa yoki matningiz juda ko'p bo'lsa, harflari 100 tadan oshib ketsa, savolga kiritib bo'lmaydi matnni. Shuning uchun skrinshot qilib rasm holatda test tuzsak bo'ladi. Men hozir mana matnli savolni rasm holatda keltirganman. Mana botga jo'nataman. Mana xuddi shu rasm, bu savol matni, savol sifatida yubordim. Endi savol tuzishni bosamiz. Yuqoridagi rasmda savolga javob bering. Shu tartibda yozamiz. Endi variant kiritamiz. Bir nechta variantlar kiritish mumkin. Va javob variantlarini belgilaymiz. Misol uchun F variant. Va tuzishni bosamiz. Endi mana bitta savol bo'ldi tayyor. Men bitta savolni ko'rsatish uchun hozir video qilayotganim. Boshqa savollar tuzmoqchi bo'lsangiz, savol tuzishni bosib, yana davom ettirib ketasiz. Hozir men to'xtataman buning uchun. Mana bajarganingizdan keyin test tuzishni yakunlash uchun shunchaki doni buyrug'ini yuboring deyapti. Uni bosamiz. Vaqtini belgilaymiz. 15 soniya. Barchasi aralashsin va test tayyor. Ko'rishimiz mumkin. Bu testni boshlash. Bosdik. Men tayyorman. Bosdik. Mana boyagi savolimiz. Mana yuqorida rasm turibdi. Rasmda savol bor. Bu yerda javob variantlari bo'ladi. Xuddi shu tartibda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.